ko'rgan kiyimlaringni bugun kiy. Yaxshi ko'rgan taomingni bugun tayyorla. Aytmoqchi bo'lgan gaplaringni bugun ayt. Fursatni kutma. U hech qachon kelmasligi mumkin. Yurgan yo'lingda qiynalyapsanmi? Demak, yuqoriga chiqyapsan. Yurgan yo'lingda oson bo'lyaptimi? Demak, pastga qulyapsan. Meni tanimadingiz hoynahoy. Men o'sha Koxa Zalotoy. Koxa Zalotoy. Koxa Zalotoy. Koxa Zalotoy. Koxa Zalotoy. Yo'lingda to'siqlarning paydo bo'lishining sababi maqsadingni unutganingdir. O'rganishdan to'xtagan har qanday inson qariydi. Yaxshi inson bo'l, lekin buni isbotlash uchun vaqt sarflama. Vaqt bu pul emas, undan-da qimmatliroq narsadir. O'zingni hammaga ishonganday tut, lekin hech kimga ishonma. Agar bugun yurmasang, ertaga yugurishingga to'g'ri keladi. Agar buni anglamasang, holingga voy. Buni senga aytdi Koxa Zalotoy.